Assalomu Chorvalami qadrli obunachilar. Xudo xolasa yangilik bo'ldi. Qanchadan chiqmay turib, xudo xolasa qaytdik. Qaytganda ham shu 200 kilo, 250 kilo bo'lib ketgan qo'chqorlar bilan narxi arzon darajada qaytdi. Xudo xolasa like bosib qo'ying obunachilar. Narxi qo'ylar yoqqan bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bittami, ikkitami sotamiz. Maza qilib olinglar obunachilar. Inshaalloh sotaman deganda ham o'zimga olib kelib bersin. O'zim foydasini berib olib qo'raman. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoni albatta o'tkazdirmang, oxirigacha ko'ring. Bunaqasi kam keladi. Yilda bir keladi. O'ta ham katta velikanlari keldi. Buqa bo'lib ketganlar. Like bosib qo'ying. Assalomu alaykum Chorvolam kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Bugun xudo xolasa hafta kuniga dushanba. 20-iyul 2026-yil. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchi trendda ketayotgan qo'chqorni velikan kattasini olib kelayotgan G'aybulla akani mini qo'shmalardamiz. Akalar, akamizni ko'pchilik tanishadi. Qanaqa qo'y olib kelib sotishini. Endi siz yangitdan obuna bo'lib, yangi klient bo'layotgan bo'lsangiz, tavsiya qilaveramiz aka. Kelib, xudo xolasa menga katta qo'chqorlarni semizlaridan kerak degan aka-ukalar, birodarlar bo'lsa yuborib qo'yasiz. Bittadan like bosib, Chorvolam kanaliga obuna bo'ling. Bu kanalda aka xudo xolasa shunaqa qo'chqorni zo'rlari chiqadi aka. Hammaga nasib qilsin. Shunaqa qo'chqorni zo'ridan boqish inshaalloh. G'aybulla aka, Assalomu alaykum. Shodiyorbek, bormisiz aka? keling. Charchamang, sog'lig'lik Qadrdan yaxshimi? qilaysiz. Yoningiz sog' bo'lsin. Obunachilar, qadrdonlar, qadri bilan. Xudo xolasa assalomu alaykum hammaga. Haligi anchadan meni qaytishlaydi-yu. Bomba qaytish bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa o'zi qadrdonlar tanishadi-da. Kam bo'lmaydi. Qo'yimiz yoqqan bo'lsa, narx-navosi, qo'y sifat simpati, narx yoqqan bo'lsa, obunachilar behijolat hali bittami, ikki kishi bittami, bir partiya oladimi, telefon qilasizlar obunachilar. Xudo xolasa o'zimiz ham dam oldik, qo'y ham kelib ketdi, yo'lda bo'yida ham sotilyapti, xudoga shukr. Mayda qo'yimiz yo'q. O'sha 11 oylikdan bag'i 14 oylik. chiqargan 14 oylikgacha, 14-15 oylikgacha qo'chqorlarimiz bor. O'zimiz istin obunachilar. Kam bo'lmay aka. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. G'aybulladan bir-ikki endi biz kuzatamiz, ishimiz shu. Haligingizda ham boshqa videolardan so'rashib, G'aybulladan chiqarmayapsiz deb. Mana xudo xolasa obunachilar, qaytishda ham 100 ga yaqin katta qo'y bilan qaytdik. Qo'yimiz puli ma'qul kelsa telefon qilasizlar obunachilar. Xudo xolasa like bosib qo'yinglar. Akalar, G'aybulla akamizni nasllikka, to'yga, boqishga, xullas hamma qo'chqordan bo'ladi. Akamiz universal, lekin bugungi video syomka qilayotgan qo'chqorimiz real tepasidaligimiz uchun ma'lumotni beramiz. Katta velikan. Videoda qanday ko'ryapsiz bilmadim, tepasiga ko'rib olsangiz yaxshi bo'ladi. Bugungi partiyamiz necha partiya bo'ladi G'aybulla aka? 4-5 partiya qo'y chiqaramiz. Ertaga yana qo'y kelyapti, behijolat. Telefon qilasizlar obunachilar. Ochiq akalar, xudo xolasa. Birinchi partiyamizga bular soni nechta eganda? 13 ta. Shodiyorbek qora bilan bular bir xil edi. Bir partiya qilmoqchilik, sarig'ini yatib qo'ydi, qiziqqan odamga. Sariq, oq, haligi kimdir hozir bir kuchli tanlab boqadi. Xudo xolasa birinchi partiya sariq aga ketaveradi, narx tushib har doim qildi. Lekin qo'chqorlar zo'r ekan akalar. Ishonavering, 200 kilo nari beri oshiraman degan akalarimizga ham tavsiya qilaveraman. 100% tavsiya qilaman. Tomosha qilaman, maza qilasiz. Uncha charchoqlar ham chiqib ketadi jonivorlarni ko'rib qarang. Xo'p, bular tishiyorgan-a, G'aybulla aka? Tishiyorgan. Ushlasak, mana yigitlar metrni o'lchab, ha, talon qo'ylar ushlasalar. Ikkita bo'pti mana. Men ham haliga ichidan chiqqanimda metrlardan oldim. Gap yo'q, o'zgarishlar katta. Ha. Mana 90 ga yaqinroq aka, 70. Yana o'lchin, yana 88, 87. Shuni ham ko'rsatasizlar, yigitlar. Xo'p, bunisi ham 90 ga yaqinroq ekan akalar. O'zlaringiz hisobda olasizlar. 90 ga qarab ketyapti, haliga Shodiyara. Shunday qilaylik, 85 plyusga olish olsin, 85 dan 90 gacha. Soni 13 ta. O'sha 14 oylik, 13 oylikdan 14 oylikdan o'tgan. Gap yo'q. Yemini yeb turgan, haliga bizni lekin bor. Isdan chiqmaganimizda sher borada mehnati bo'lgan qo'y. O'sha qo'ylar yana keldi. To'ppa-to'g'ri, ashi gapingiz rost. Mehnati bo'lgani keldi. O'zim ham eng pasini ham o'lchab qo'yaylik. Eng pasini ham ko'rib qo'yaylik. mana bismillah. Mana, ho'jjani. Hop, eng kami akalar, eng kichik 80 atrofida. 80 plyusdan 90 gacha. Ash bittami ikkita maydasi bor. Qolgani xudo xolasa
85 ustida Shadiyarbek. Aybulla aka, Aha. o'zingiz ham o'zgarish ancha katta bo'lib, narxida ham endi o'zgarish qilib beramiz endi aka, 13tasini bir joyga. Xudo xolasa bizga kelgan narxi aniq. Hali dekan bo'lsa ekan, ana qilsa. Shadiyarbek. Ne aniq. Ozgina, nimaki, hozir o'zi issiqda bir kunimiz to'xtatqimiz keldi. Endi biz tirikchilik. Albatta. Iloji bola chaqa boqamiz. Obunachilar kelasizda. Ustiga ko'pmi Allohni chaqirsalar ham Xudo xolasa halollik tomonlama turib, yolg'on aralashtirmay sotamiz. Ozgina Xudoyim bersa rizqini bola chaqaga yediramiz Alloh. Gap yo'q aka. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Bizga kelgan narxi bor. Haligi issiq bo'layapti-da bag'i. Aha. Mana o'zi hamma bilib turibdi, qiynamaylikda qo'ydi Shadiyarbek. 7 dan kelib, 6-8 ta yo'q. Bitta gapirak, hamma qo'yimiz ham nuqtani tas uraylik, delasini yopaylik. Ko'ni ko'targan odam telefon qilaveradi. Bitta gapirak. Buning ichida tanlab olishga oldindan aytib qo'y, 7 milliongacha qo'y bor. Misol 7 milliongacha obunachilar, hali bir ikkita olaman degan. Aha. Hammasini 13 tani bir joyga bitta ham qoldirmay tortaman degan odamga 6 million 500 ming. Baribir ekan, maza qilasiz. Xayrga o'tib qo'yasiz aka. Magazin bo'lib qolmasin. Haligida masalan kimdir o'ylar tortishmadi deb, kimdir aytadi, ko'pchilik 70-80% odam narxini aytdi deydi. Ashnaqalarga ketdi mana 6 million 500 mingdan telefon qilib odamga bir joyga tortdim deganga xayri kami hammasi ichida. Alloh rozi bo'lsin. Katta qo'y akalar, tepasiga imkon bo'lsa kelib ko'rib olsangiz yaxshi bo'ladi. Dastlabki qaygacha bo'ladi aka buni? Dastlabki bir joyga olsa Samarqandgacha ketdi. Shadiyarbek mehnati bo'lgan qo'y. Zo'g'onligi ham zo'g'on qaranglar aka, katta qo'y. Mana kishi narsa emas. Xudo xolasa eng pastidagi qo'yni narxida qo'y berdik. Tanlab olishga kelishamiz. Aytdim 7 milliongacha qo'y bor, uni aniqini aytib ketaylik. Haligi bir telefon qilib aytdim, "Mana desangiz 7 million." Mana qo'ydi qarang, oldi orqa o'ngan, to'sh. Gap yo'q lekin. Mana Qo'chqorga gap yo'q. 84, 85. shunday. Hali qo'zi ekan. Hali to'layapti. Bitta narsa bor. Aybulla aka o'sha mehnat qilingan deysiz-ku. Aha. Misol uchun 5 million, 4,5 millionga bitta qo'zini olib, 1 yil boqsang, nech pul sotasiz degan fikrda ham o'zimizga Shu takkan so'kasi endi. Albatta, albatta. Akalar, shuni inobatga oling. Mehnati bo'lgan 6 million 500 ming so'mdan xayrisiga o'tib beriladi. Maqsad sotish. Akamizdan olgan ozgina foydasi sotiladi. Aloqaga chiqing, tavsiya qilaman aka. Foydalanib qoling. Endi tushuncha qolishi mumkin. Buni olib qancha boqib qanchaga sotaman degan. Aka, Xudo xolasa siz yaxshi niyatda oling. Ishonavering. 20 millionga sotib qo'yishingiz mumkin. 15 millionga sotib qo'yishingiz mumkin. Avvalo Xudoyim, yaxshi niyat yarim molni kattalarni juda ko'paytishgan. Aloqaga chiqaverasizlar. Bitta ikkita olamiz degan akalardan ishi bitadi, maqsad sotish. Xudo xolasa telefon qilib tavsiya qilaman aka. Lokatsiya yaqin bo'lsa, keling, tepasida ko'rib olasiz. Realni. Jullaridan, hisorlaridan so'ragan akalarimizga bundan oldingi chiqqan partiya bilan ko'rinish jihati ham, yoshi ham, bo'y basti ham bir xil. Faqat tonida farqi bor. Endi tepasizligimiz uchun bir ma'lumotni berib ketamiz. Lekin mana qaranglar, qo'chqorni qarang. Bular ham shu velikanlardan, faqat kashtanlardan, simjun. Soni nechta buni G'aybulla aka? 13 ta, 14 ta ekan. 14 ta. Xudo xolasa, bu ham mehnat qilingan. Ha, bu qo'ydi qarang savlatini. Polvonligini ham qarang, haligi Shadiyarbek. Qo'chqorga gap. Xudo xolasa maza qilib hop, Xudo xolasa aql o'rgatmaymiz obunachilar, lekin 1-2 boqirman odamga-da, qiziqqan odamga. Shadiyarbek. Buni misol Xudo xolasa 3 oy. Ha, misol kuz kelyapti. 3 oydan keyin to'yga 100 chiqarib bersa bo'laveradi. Ammo boqish kerak, yemini berib, mehrini berib boqish kerak inshaalloh. To'yga eng kamida 8 millionga haydayapti Shadiyarbek. Shunaqa. 8, Xudo xolasa 10 millionlik bo'ladi. Inshaalloh. Inshaalloh, Xudo xolasa. Qiziqqan odamga. Do'y, ana qildan ushlanni. Metrini o'lchab, tishini ko'rsatib, ma'lumot beraylik. Ana bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bu eng o'lchalarni, Shadiyarbek. 90 duryapti. Tishini ko'rsatib. 90ga. Ana ekishga chiqyapti ekan akalar. Yana bitta o'shan, yana bitta. Ana. Yana shotmen shkili bu. Ehtiyot. Oy, jonivor, qarang. Bas. Bitta bo'yda kuch yetmayapti akalar. Gap yo'q. Mana, tishini ko'rsatib. Son atrofida. Ikki partda ham Shadiyarbek 70% shak. 70%. 70%. Qolgani endi chiqqan hali yo'q. Buni ham o'sha Shadiyarbek 85dan 90gacha. Bitta ikkita minisi bo'lmasa, Xudo xolasa o'lchab ko'rsatib berilaveradi. Ha, tanlashadi. Men hammasini olsa, hammasini o'lchab video qilib beradi. Qo'ydi, Xudo xolasa uzunligi ham, gazi ham, badan hammasi zo'r. Inshaalloh.
Aybulla aka, Oh. 14 tani bir joyga endi Hamma gap narxida Shadiyarbek. Albatta. Buni misol endi-da qo'pol qaytgan umuman pashti bir xil, rangida farqi bor. Olishsa 6,5 dan Shadiya. Misol 90ligi ham ko'p. Misol 85 ham bor. 6,5 ma bunga aka chiroyli kamini qilib berasiz, xudo xolasa. Yo'q, Keling aka. ichida bundan kuchli qo'ylarmi? Yo'q, gap yo'q aka. Alloh taolo barakasini yarasha bersin. hammasi. Albatta. Mana qo'ydi o'sha haligi ablas. Mana qo'ydi qarang. 7 millionga bozorda ham dengil o'ynasa kerak, sotayotgan ham olayotgan odam hamda. Badani ham zo'r, simjum xudo xolasa. Barakasini bersin. Shak. Ikkichga chiqayapti. Ha, bu Shadiyarbek haligi qo'ydi ham qiynamaylar issiqda. Bitta gapiraman. Mart kelsangiz 64 dan bor. Maza qilasiz. 64 6 dan million 400 mingdanga obunachilar. Odamni aytgani bo'yda Murosayev Madora telefon qo'linglar bir joyga olaman degan odamga xayr ekami bor. gap yo'q aka. Barakasini bersin. 14 ta bo'ylarini ko'rdingiz. Ikkichga chiqqan aka. 14 oylik qo'chqor. Obunachilar noto'g'ri tushunib qolmang. Biz aql o'rgatmoqchi emasmiz. Bizni ustozlarimiz juda ko'p. Biz ko'p narsani o'zimiz so'rab o'rganamiz. Tomosha qilib turgan aka-ukalarimiz ham mana ustozlarimiz, hoji bolam tomosha qilishyapti. Demoqchimizki, bunday aytayotganim men G'aybullaga juda ko'p aytadi. Mehnat qilingan qo'chqor deb juda ko'p aytadilar. Sababi masalan mana shu qo'chqorni qo'ziligidan onadan ajragandan keyin mana shu kelgan holatgacha hisob kitobini qilsangiz, o'zingiz ham hisob demoqchimanki, narxini 6 million 400 ming so'mdan o'tib beriladi. Xayrisi bor deyilyapti. Demoqchimanki, qo'ydi o'zini holatiga yarasha, mehnatiga yarasha bo'layotgan narsada imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib oling. Imkon qadar. Lekin xudo xolasa videoda ko'rib olgan taqdiringiz ham yuzga borganda uyaltirmaydi aka. Rahmatni aytib qo'yasiz. Tavsiya qilaman. Bitta ikkita olamiz degan akalar ham aloqaga chiqing. Dastlabki qaygacha bo'ladi G'aybulla aka? Dastlabki bu ham bir joyga olsa Samarqandgacha, bitta ikkita 3-4 talar vodiy Toshkent ketaveradi. Gap yo'q. Aloqaga chiqing aka. Lakasiga yaqin bo'lsa keng tepasi. Katta qo'y. Bitta baho berib qo'ying. Mana zo'rlaridan, simjullaridan, junnomis, bular ham o'z so'laydigan variantlari. Lekin katta. Soni nechta G'aybulla aka bularda? 16 ta Shadiyarbek. 16 ta. Bular tushorganmi aka? Ha, bu ham o'sha 50-60% tushirgan. Shadiyarbek. Mana. Mana Mana bo'yini, ha? so'z isboti bilan. Hop, bo'ylari akalar mana 83 atrofi. O'shandan yana darrov. Sho'r. Mana shu qo'yda o'sha o'ta qonni chiqyapti. Mana shu qo'yda. Qo'yda qarang, mana o'zini to'layapti haqiqatdan. Toza kashtanidan. O'tindan. 86, 87 atrofi. Bu ham tushyorib. Ha, Shadiyarbek, yana o'tcha video qilib beraveramiz. 85 plus minus. Gap yo'q. Asosan plus. Plus minus. Mana qo'ydi o'shani, mana shu qo'ydi. Shadiyarbek, o'ng qo'ydi qarang. Sifati ham janovar raza yerkan, qorinni qarang. Bo'g'oz so'liq qo'shib qolibdi shuni. Vazringizni qarang. Gap. Zotga ham qiziqqan odamlarga bitta ikkitalarni sotib oladi Shadiyarbek. Aha. Haligi bizni masalan o'ylab qolishi mumkin. Bir joyga qo'yadi, bir joyga sotadi. Yo'q. Xudo xolasa qo'yga qarab, inshaalloh bozorda misol 7,5 olaman qo'ydi, inshaalloh 7 million kelsa 7300 misol. Bu palonchi arzon qilib beraman deyilmaymiz. Demak, hammani ko'zi ochiq sotayotgan deyapman-da. Albatta. Men aytganimizda 1 yildan burun nima bo'lsa yeb ichib rasotini qilgan qo'y. Davom etkizib ketsin, olishsin. To'g'ri. Aybulla aka, Ho, 16 tami soni? 16 ta. Bir joyga nechta qilib beramiz aka? Qadrdonlar bor edi, Marg'ilon, Anjan, Qo'qondan-da obunachilar yana bir joyga olaman deb hoji bu ayniqsa hoji bu hojatlar. Telefon qilaveringlar. Aytilgan narx muhim emas, chiroyli qilib o'tib beramiz. Xudo xolasa mana. Aka 6,5-64 qo'ydikmi? Aha. 200 mingdan kam bersizmi? 6 million 200 mingdan. Barabar ekan, maza qilasiz. O'zingizni qadrdonlaringiz aloqaga chiqsa 16 tasini bir joyga olaman deb. Yana o'tib beramizmi? Ha, siz qadrdonlaringiz eski Endi- do'stlar deydi-ku, pulni bering. Hoji buvalar endi telefon qilaverasizlar. Bir joyga boqib qo'yaman o'g'lim, kuzgacha boqib qo'yib sotaman meni. Daromadimni qilaman degan odamga bittagina aytdim 6 milliondan bob berak. Barakasini bersin. Bor ekansiz. Gapsiz yo'q, olishsin. Lekin bugun kommentariy yozishadi. G'aybulla ancha o'zgaribdi. Hamma Xudo taraflama xolasa. deyishadi, xudo Xudo xolasa aka. xolasa. 6 million so'mdan akalar 16 ta yoshlari, bularda ham 13-14 oylik qo'chqorlar. Hammasini bir joyga oldim desangiz, xayriga akamiz ko'ngli bo'sh, qo'li ochiq o'tib beradi. Zo'r narx bo'ldi aka. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib olsangiz yaxshi bo'ladi. Sabab
o'zingiz ham realni qo'ydi holatni ko'rib Bitta, ketasiz. ikkita, uchta olaman degan odamga 6 ming, 200 mingdan ketdi qo'y meni olasiz. 200 ming so'm qo'shib 200 xohlagan mingdan qo'ylar. bo'yni o'shasiz. Aka 200 ming so'm qo'shasiz, so'ygan olasizmi? Qanaqadir farqi yo'q, xohlagan qo'yingiz tanlab Ha, olasiz. endi eli pasi ham bor. Chiqarib beramiz. Filis bor joyda minis ham bo'ladi. Kam bo'lmay aka, yashang, joningiz sog' bo'lsin. Aloqaga chiqinglar aka, tavsiya qilaman. Endi hamma tarafini inobatga oling, misol 3 millionlik qo'yga ham, 5 millionlik qo'chqorda ham olasiz, o'sha daromad bo'ladi aka. Buni ham o'ziga shu daromad bo'ladi. Hech qachon qimmatli qilib qolmaydi. Xudo xohlasa yemog'i, ichmog'i sog'ligi joyida bo'lsa deb kattalarimiz juda ko'p aytishgan. Hech qachon qimmat bo'lmaydi. Arzon bo'ladi, kasallik qimmat bo'ladi deb ko'p aytishgan. Aka, aloqaga chiqing. Aybulla aka, xudo xohlasa chiroyli ishingizni yetkazib berishni tavsiya qilaman aka. Partiyalarimizni ham akalar xudo xohlasa shu kattasidan. Bugungi o'zi hamma partiya akalar deyarli katta qo'chqor. Faqat ko'rinishida, jinda yoshida, sem etida, gavdasida farqi bor. Aybulla aka, bular soni nechta ekanda aka? Soni 19 ta shadiyar. Ha, o'shanda misol 19 ta qani? bo'yini boshqasini. Bismillahirrohmanirrohim. Deb bo'yini shu. Mana kashtan ekan akalar. Xo'p, bo'ylari 84-85 atrofida ekan. Ha. Qani? Hali qo'zi ekan bu. Hali qo'zi ekan, lekin bo'yi 84-85 atrofida. Xo'p, xudo xohlasa Aybulla aka buni tishini Ha, hali yormabdi. yormabdi ham bor, bitta ikkita. Ha, ikkita bor, ha? Ha, puli yengil, xudo xohlasa. Aha. Haliga pulini yengilrog'idan kerak degan odamga mazaqi boqsin mana. Gapsiz yo'q. Bo'ylarini akalar Bo'ylari 80 dan 85 gacha. gap yo'q. Ha? Bular ham yem Shunday yeganmi aka, qo'yilib. yemga Yem tayyormi? yeb turgan ozna, badani zo'r. Obunachilar ariq, o'tin qo'yin bo'lsa men yetan, qolaveradi. Hammasini o'ziga yarasha badani bor, yengil. Shirasi bor, Shodiyorbek. Gapsiz yo'q. Mehnati bor. Mehnati bo'lgan, yana davom etkazib ketishsa bo'ldi. Nechta pul qilib beramiz aka, Aybulla aka Bir bularni? kasada arpani ko'taraveradi, xudo xolasa. Shodiyorbek buni bunday qilyapti, o'zi uni ham cho'zilib ketyapti. Qiziqqan odamga obunachilar, xudo xolasa oxirida ikkita shokolad qo'yib borman. Buni qiziqqan odam ash partiyani ko'rib turib, olaman desa 5 million 600 mingdan baribir. Maza qilasiz. Qayerga o'tib Shaq berasiz? qo'y. Ha, oddiy misol obunachilar to'g'ri tushunmanglar. Mana bunday sariq qo'y, safsarli sariq qo'y bo'lsa 5,5 million sotilyapti-da. Bu gasni hamma ko'rinib turibdi. Bu unli cho'ntaro'li narsa. Olishsin, yemga tashasin, inshaalloh xudo xolasa foydaga kirishadi. Akalar zo'rlar bo'ldi. Yana o'tib beradigan joyi bor. Lokatsiya yaqin bo'lsa keling. 1 yildan oshgan qo'chqorlar bilan bo'yini ko'ring kattaligini. Xudo xolasa uyaltirmaydi bugunga chiqayotgan partiyalar videoda ko'rib olsangiz ham. Soni 19 ta Shodiyorbek. dastlabkamiz Dastlabki bir joyga olganimga shu Samarqandgacha ketdi. ketdi akalar. Olimni obunachilar shaq qo'ydi, yengil emas. Tavsiya Bundan qilaman arzon aka. qilib berilmayman to'g'risi. Tavsiya qilaman aka, katta qo'y. Ash chiqayotgan katta bundan oldingi chiqqan partiyalarning bo'y baslari pashti birday. Faqat jinda yettita farqi bor, lekin oling. Bosaveradigan joy xudo xolasa. Telefon qilasiz, yana kamko'slarning o'zlari ma'lumotini berib barakani yenga qilib berishadi. Ularga bitta baho berib qo'ying aka. Tim qora simjullaridan tovlanishini qarang bular, tovlanishini. Buni faqat olib xudo xolasa yemga tashlab boqadigan variantlardan. Oling aka, pachkasini buzib qo'ymang, hammasini oling. Hammada sharoit har xil imkon bo'lsa barini bir joyga oling. Aybulla aka, bular soni nechta? 9 ta Shodiyorbek. 40 jun hisora, bir qo'ra. Lekin chitkava saqlab qo'ygan ekansiz. Bu oxir hali bizni kutgan obunachilar. Gap yo'q. Inshaalloh. Shifoda qarang aka. Maza qilsin 40 jun, hali juni ham o'smaydi Shodiyorbek. Juni ham o'sib dunyo bir qaracha kalta-kulta qo'ymaydi. Qo'ydi qarang. Oldi, orqa, o'ngga hammasi mujassam deydimi? Mana 80 80. atrofi. 80 pilisga olishaveradi. 80 Shodiyorbek 11 oylik qolishi, 11-12 oylik qolishi olsun. Bu ham yem yeb turgan qo'chqorlar Ha, akalar. yem yeb. Menikidan ham yeb turib, bir piyodan arpani, xudo xolasa. Xo'p, Aybulla aka 9 tasini bir joyga ishqibozchilikka, naslchilikka ham tarbiya qolaman ichidan Hop, degan akalarimiz. qarang, endi men bundayda siz obunachilaringizga nima bo'lsa ham yarashaveradi. Biz qachondan ishlayapmiz-da. To'ppa-to'g'ri. Mana shuni misol qadrdan puli bor odam qo'pol aytganda olsin, mehrini bersin, misol o'sha yemini bersin, mehrini bersin, boqsin, maza qilsin. Inshaalloh sotaman deganda ham o'zimga olib kelib bersin. O'zim foydasini berib olib qo'raman. Endi narxini eshitib turaman. Uni degandan keyin misol paloncha so'm deyish kerak yo'q-da. Misol hozir gapirdim, unga destivamni javob berish qilish kerak-da. Albatta.
5 million 500 mingli obunachilar telefon qilgan odamni hurmati zo'r, o'tib beraman. Yek. Baribir Sog' maza bo'ling, qilsin. Alloh rozi bo'lsin. O'shadagi o'rmonini ham olaversin kim bo'lsa. Akalar, Vaqt yerini bersin. boqasiz, bo'ldi deysiz, Xaybulla ko'zi ham qaytaraveradi aka. Mana, oling aka, xaridoringiz ham aniq. Ertaga boqib, nech pul sotarkanman degan o'ylab o'tirmaysiz. Xaridoringiz ham o'zingiz bilan. Buni dastlabkasi qayergacha bo'ladi Xaybulla aka? Dastlabkasi Toshkentgacha qilib berish Shodiyorbek. Toshkentgacha 9 tasini olsangiz yetkazib beriladi. Aka, zo'r narx bo'ldi. Oling aka, pachkasini buzmang. Magazin bo'lib qolmasin, telefon qilsangiz qayerga Xaybullaga o'tib beradi, xudo xolasa. Sababi haligi ko'p aytganmiz. Bu bozor, magazin emasdir. Bu videoni hisorlarda sal pul yengilroqlari chiqib qolsa, tozalaridan boqaman degan tanishingizga yuborib qo'yavering. Hammani chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Shodiyor bitta gapirib qo'y, mana shu qo'y bor hozir paytda 5,5 dan arzon. Yana o'tib beraman. Arzonda, lekin mana shu holatda qo'ydi, mana shu holatda, mana shu stilda qo'ydi, shablonda qo'ydi. 1 oydan keyin 6 million so'm. Demakki, salqin tushadi, boshqa bo'ladi, mana shu qo'ylar bor-ku. O sifat qilin. Gap yo'q lekin. Olsin, maza qilsin. Akalar olinglar. Tavsiya qilaman. Lakasiga yaqin bo'lsa keling. Hammani qilayotgan ishlariga Alloh taolo baraka bersin. Charchamanglar, kanaliga obuna bo'ling. Qo'ydi zo'rlardan xabardor bo'lasiz. Bugungi chiqayotgan partiyalar, narxlar zo'r bo'ldi. Oling aka. Obunachilar mana shu Chorva Olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlarda zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalar, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagi vse deganni bitta bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqorlarni o'tkazib yormaysizlar. Yashang.